بارك الله فيكم في الخيمة. شكرا لكم. ملأ السماء النور حين تألقت بمدى العيون مساجد ومنائر، والطير في الأغصان تشدو طربا من تحتها قرأ القرآن الماهر. Bismillahirrohmanirrohim. Azodagi katta oila egalari majbur bo'lib eski va yaroqsiz chodirlarda yashab kelmoqdalar. Hatto butun oila bitta chodir ichida hayot kechirmoqda. Biz Imom Buxoriy vaqfi 2026-yil 18-aprel haftaning shanba kunida Allohning fazli bilan musibatga uchragan birodarlarimizning qiyinchiliklarini yengillashtirishga harakat qilib, yangi chodir o'rnatib berdik. Ehson qilgan Abu Talha birodarimizga Alloh mol dunyolari va farzandlariga baraka bersin hamda barcha yaxshilik qiluvchilardan Alloh rozi bo'lsin. قرى المثاني مسندا وبذا الفخار لمن أراد يفاخر، والماهر اليوم ارتقت في شاوها كالفلك في بحر العلاء سوائر. ملأ السماء النور حين تألقت بمدى العيون مساجد ومنائر، والطير في الأغصان تشدو طربا من تحتها قرأ القرآن الماهر. يتلو الكتاب وفي الفؤاد سكينة فكأنه. Bismillahirrohmanirrohim. Biz Allohning izni bilan muhtojlarga yordam yetkazishda davom etib kelmoqdamiz. Bugun muborak 2026-yil 18-aprel haftaning shanba kuni. Alloh taoloning fazli bilan bir muborak oila uchun yangi chodir o'rnatib bermoqdamiz. Bu xayrli ish Imom Buxoriy vaqfi yordamiyla hamda saxovatli birodarimiz Abu Talhaning ehsonlari bilan amalga oshirilmoqda. Alloh taolo ularning mol dunyolari va farzandlariga baraka ato etsin. Alloh taolo u kishidan rozi bo'lsin. ونحمد الله على هذه النعمة ونسأل الله أن يزيل الكرب عنا وعن جميع أمة محمد. اللهم آمين. وإلى النبي قرى المثاني مسندا وبذا الفخار لمن أراد يفاخر، والماهر اليوم ارتقت في شاوها كالفلك في بحر العلاء سوائر. مثل السماء عالية أسبابها، ونجوم حفاظ الكتاب زواهر. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning yordamiyle eski, yirtilib ketgan chodirlarda yashab kelayotgan oilalarga yangi, sifatli chodir o'rnatib berishda davom etib kelmoqdamiz. Bugun muborak 2026-yil 18-aprel haftaning shanba kuni Imom Buxoriy vaqfi yordamiyle hamda Abu Talhaning saxovatli ehsonlari bilan bir muborak oila uchun chodir tiklab berdik. Alloh taolo ulardan qilgan ehsonlarini qabul qilsin. Mol dunyolariga Alloh baraka bersin. شكرا وبارك الله فيكم على هذه الخيمة ويعطيكم العافية.